Hozircha sizda yaxshi. Hmm. Yana bu gaplarimdan keyin injiq bo'lmang-a? Ha, yo'q oyijon. Nima deganingiz bu? Ha, mayli-da. Anavi kunga bo'lgan ishlardan keyin ancha siqilib qoldingiz. Obidjon ham siqilib qoldi. Shunga bir pas aylanib sayr qilsanglar, yengil tarqasizlar. Shu kunlarda ko'p aylashga chiqyapmiz oyijon. Xursand bo'lsangiz-chi, ancha qaynonalar ruxsat berishmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Nechta dugonamning qaynonasi shunaqa ekan. Hech nimaga ruxsat berishmaydi. Siz bittasiz, yagonasiz. Oyijon. Erkalanib ketmagan. Ha, yo'q oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi assalom. kelibsizmi? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Nima uchun ham keldingiz? Ha, yo'l ozgina tirband ekan. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Sarvinoz-xonni aylantiring, ko'ngliga qarang. Uyda zerikib o'tiravermasin deb olib chiqdimda. O'zingiz bundoq ishdan ortib olib chiqmasangiz. Endi bilasiz, ishim ko'p. Ishlamasam yana bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz. Mayli, ishlash kerak.